Assalomu alaykum o'rtoqlar. Kanalimiz kuzatuvchilari, mana bugun onlayn do'konimizdamiz. Onlayn detskiy do'konimiz bu. Mana bugun bozordan kelgan obzor qilyapmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek bozorida joylashgan. Do'kon tashqaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Tashqaridan 312-do'kon. Bolalar kiyimlari do'koni. Aslida bu do'konni biz onlayn savdo qilish uchun ochganmiz, chunki bilasizlar, onlayn ishlaymiz. Asosan bizning kanallarimiz onlayn ishlaydi. Eng ko'p talab bo'lgan bizda bolalar kiyimlariga. Bizda asosan hozir o'zimizda ishlab chiqarilayotgan chiroyli, hamyonbop, arzon tovarlarimiz. Bir tanishtiramiz. Ekranda Telegram kanalimizni ham qoldiryapmiz. Telegram kanalimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Telefon nomeri bor, adminimizdagi. Ham adminimiz, ham sotuvchimiz. Bir kunda 24 soat, haftada 7 kun onlayn javob berishadi. Telefonlar doimiy ishlaydi. Sizlarni qisqacha narxlar bilan tanishtirib qo'yamiz. Bu yerda tovar ko'p. Tovar assortimenti juda ham ko'p. Bularni hammasini Telegram kanalga qanaqa razmeri, materiali, boshqa keling ko'ravering. Hamma ma'lumotlarni biz Telegram kanalga joylaganmiz. Mana bu yerda zakaz tayyorlanyapti shekilli, bu yerda. Ha, bitta klientimizga zakazini Mana bu har bir zakaz mana shunaqa tayyorlanib, o'ziga rasmga olib tashlanadi. Mayli solavering degandan keyin paketga solinadi. Hammasi ko'rsatiladi. Qoraga narxlari qanaqa bo'lardi endi? Narxlari hammasi ma'lumotlari kanalda ham bor, lekin bir tanishtirib ketaveramiz. Bu ishlab chiqarishdan birinchi qo'l olingan. O'zingiz ham ishlab chiqaradiganlar sizlar ham bor, bu yerda aslida. Tovarlar, ha. Bu yerda asosan o'zimiz ham ishlab chiqaramiz, undan tashqari shu bozordagi yon atrofimizdagi sexlardan eng sifatli, hamyonbop, yaxshi ketadigan fasollarni olib mana shu yerga joylagan. Asosan 1 yoshgacha bo'lgan Navorojonni tomonimiz bor. Bu qizlarniki, bu o'g'il bolalarniki. Aralash. Keyin vitrinaga asosan shu pachkada bor ranglardan bittadan ilib qo'yilgan. Uncha kamchiliklarga e'tibor berishmaydi. Asosan bizda onlayn savdo bo'lganligi uchun pachkada bo'ladi hamma narsa. Bu do'konda bemalol savdo qilaverib, men tanishtirib turaman. Odam kelib qoldi. Bu do'konda eng qulay tomoni ham donaga, ham pachkaga savdo qilishingiz mumkin. Shu bizda asosiy muammo shunday edi. Biz bozorimizda optim bozor, bizning bozor. Donaga yo'q edi, hozir shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Masalan, tepadagi dvoykalar poliesterdan 30 ming so'mdan. Donaga, har bir tovarga donaga 5 ming so'mdan qo'shiladi. Men bular 42 ming so'm, 35 mingligi bor, 30 mingligi bor. Mana tepadagilar 35 ming so'm. Mana trikolar, mana trikolar 15 ming so'mdan bu trikolar. Mana ishtonchalar bor, zo'r mana ishtonchalar, shu 6 ming, 7 ming so'm bular. Ha, bular 7 mingdan beryapmiz. 7 mingdan beri poliesterdan yaxshi sifatli narsa. Va qizlarniki qancha? Bor aka? Qizlardagi ana shunaqangi 3 xil, 5 xil rasvetkasi bor. Yangilik o'ta chiroyli narsa ekan. Yangi keldi, mana shuni 35 ming qilib beryapmiz. Ha, zo'r. Mana Navorojnoylar 0 oylikdan to 1 yoshgacha bor. O'sha 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha narxlar shunaqa ketaveradi. Qaysi biri? Qora jigarrang ko'jalilar. Biz savdomiz ustiga kelibmiz. Undan tashqari mana bunaqa shu troykalar 50 futbolkalar, o'zimiz sexda chiqadi futbolkalar. 8 ming so'mdan. Juda ham chiroyli futbolkalar mana. Qani? 25 ming so'm. Bular kombinezon ham shunaqa. Rasvetkalar orqasida Ko'rishlar mumkin, ishtonchalar. Yo'q, o'zi optim do'kon. Ekranda telefon nomerimiz bilan Telegram kanalimiz qolyapti. Bemalol bog'lanaverasizlar. Har qanday savol bo'lsa, bu yerda qanaqa tovarlarimiz bo'lsa, Telegram kanalimizga narxlari, razmeri, materiali, hamma ma'lumotlar bilan joylaganmiz. Sog' bo'lasizlar, qanaqa savol bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar.